Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar, sog' salomatmisizlar? Antinevroz kanaliga xush kelibsizlar. Kuninglar xayrli o'tsin. Bugungi mavzuimiz ko'plarga tanish, ya'ni именно nevrozda qaysi medko'riklardan o'tish bo'yicha qisqacha videorolik taqdim etmoqchi edim. Xo'sh, birinchi o'rinda insonda shu gormonalniy o'zgarishlar ham bo'ladi-ku. Mana masalan, qaysidir gormonlaringizda bo'ladigan muammolar tufayli inson o'zida nevroz kechyapti deb o'ziga o'zi tashxis qo'yib oladigan insonlar ham yo'q emasda. Birinchi o'rinda gormonalniy o'zgarishlar bo'yicha medko'rikdan o'tishni tavsiya qilaman. Ikkinchisi shu железный щитовидка, полностью shu qon tahlillari va nima deydi, miyadagi bo'ladigan o'zgarishlarga ham ozgina shu qon bilan va железный щитовидка shu UZIda ko'rsatadi. Полностью shu kattalashishi yoki so'rilishi bo'lib qolgan bo'lishi mumkin. Shuni tufayli insonda ham qo'rquv nimalar chiqib ketib qoladi yuzaga. Bulardan tashqari yana insonda albatta shu gastroenterolog, ya'ni shu ichki oshqozon bilan bog'liq kechadigan qanaqadir og'riqlar insonda nevroz bo'lyapti, manda simptom bo'lyapti deb o'ylashi mumkin. Birinchi o'rinda o'sha yerda ham tekshirib qo'ygan yaxshi. Xo'p, keyin albatta ikkita holat qoladi yana. Birinchisi shu kardiolog, ya'ni полностью echo, holter, shu EKG полностью tekshirganingizdan keyin sizda hech qanaqa bir patogen muammo aniqlanmagandan keyin o'sha vaziyatingizni sekin inobatga olib qo'yaverasiz, nevrozga tortadigan vaziyat deb. Ikkinchisi shu psixiatrga borasiz. Psixiatrga borganingizda sizda qanaqadir katta bir buzilish bo'ladi-ku, mana katta bir depressiv buzilish yoki shizofrenik yoki psixoz, har xil turdagi muammolarni aniqlamagandan keyin ko'ngil xotirjam qilsangiz bo'ladi. Yana bitta narsa bor, nevropatologga borish kerak baribir. Chunki sizda qanaqadir nevrologicheskiy surunkali qanaqadir kasalliklar, u ham patologicheskiy ketayotgan bo'lishi mumkin-da. U narsalar baribir MRT, MSKT qilgan holatda sizni vaziyatingizni kelib chiqib, nima deydi, to'g'irlab beradi. Ya'ni muammo bo'lsa, lecheniya qilib, dori-darmon orqali, boshqa muammolar bo'lsa, shu davolanib ketaverasiz. Agar hech qaysi birida yomon narsa chiqmadimi, o'sha keyin sizni psixoterapevt yoki psixiatr vrach etadi, ili nevropatolog ham etishi mumkin. Sizda kechayotgan narsa vahima yoki qaysidir ma'noda kichik ruhiy buzilish deyishi mumkin. Ana o'shandan keyin psixologik muammolar bilan ishlash uchun albatta mutaxassisga murojaat qilishingiz kerak bo'ladi. Xo'p, endi inson o'ylashi mumkin, значит, mani yelkam og'riyapti, nevrozdan maniki deb. Может, bo'g'in kasalliklari bordir o'zida. Может, qanaqadir yuragida, qon tomirlarda kechayotgan kasalliklar bordir. Uni hech qayerga bormasdan turib, uyda o'tirib, video ko'rib, maniki nevroz ekan deyish ham katta xato hisoblanadi. Baribir полностью o'zingiz uchun ozgina ajratib, mablag' taraflama ajratib, hamma anaqalardan o'tib olsangiz, medko'riklardan vaziyatingizga oydinlik kiritib olasiz va xotirjam bo'lasiz. Endi yana nimadan o'tish mumkin? Hozir mana misol uchun qon tahlillari dedik, buqoq o'sha gormonda o'zgarishlar dedik. Hop, psixiatr, nevropatolog, kardiolog, gastroenterolog. Hop, yana nima bo'lishi mumkin? Flebografiya, o'pkadan qanaqadir muammoingiz bo'lsa, o'pka shamollashi bo'lishi mumkin, pnevmoniya bo'lishi mumkin, boshqa bo'lishi mumkin. Hammasini o'tib olganingizdan keyin oxir xulosa nevroz bo'ladi. Nevrozni ham bilasizlar, o'ziga yarasha injiqliklari ko'p-da. Turlarga ham bo'linadi. Может, nevrosteniya, может, isterik, может, OKR, может, nima deydi, umumiy xavotirli buzilish bordir. Mana shunaqa har xil taraflama to'g'irlab turib, o'shanga yarasha keyin ishlaniladi. Xo'sh, kuninglarni bekor o'tkazmanglar, borib tekshirib, o'zinglar uchun xulosa qilib olganinglar yaxshi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.